Assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa yana bir ishimiz Namanganning Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'ida nihoyasiga yetkazib berdik. Ushbu do'konimizning fasad qismini shunaqangi chiroyli holatda tunukamon ishlarni bitkazib berganmiz. Ishimiz sifati sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishingiz chiqmasin. Bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalar obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xudo xohlasa shunaqangi chiroyli holatdagi ishlarni tezda kanalimizga joylab boramiz. Xizmatlar bo'lsa ekranda ko'rinib turgan nomerlarga imodan, WhatsAppdan prямо agar O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz telefon qilishingiz mumkin. Do'konimizning oldingi qismi shunaqangi holatda bo'lgan. Biz buni qo'ldan kelgancha mehnat qilib chiroyli holatda do'kon egasiga topshirdik. Ushbu obyektimizni 1 kvadrat tunuka rasxotini hamma rasxot ichida 145 ming so'mdan bitkazib berganmiz. Mebelning rangdagi tunukalar qimmat bo'lganligi sababli shunaqa narxda bo'lgan. Agar Oqva Mukrimatovida bo'ladigan bo'lsa, bundan ko'ra narxlar arzon bo'ladi. Narxlarni bilish uchun ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin.